Mazza qilib uxlayotganingizda qulog'ingizga tarakan kirib ketganda nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, birinchi yordam berishni sizlarga tushuntirib beraman. Hammamiz bilamiz, tarakan faqat oldinga harakatlanadi. O'shani hisobida tashqi eshituvni jarohatlab, pardani jarohatlab, og'riqni kuchaytiradi. Shuning uchun tarakanning harakatini to'xtatamiz. Buning uchun bizga quloqqa turli xil tomchilar, ya'ni yog' yoki spirtga o'xshagan tomchilar tomiziladi va tarakan o'ldiriladi. Tarakan o'lganiga ishonch hosil qilish kerak. Buning uchun qulog'ingizda har xil shitir-shitir shovqinlar bo'lmaydi va og'riq bo'lsa, og'riq qoldiruvchi preparatlar qabul qilinadi. Shuni esdan chiqarmang, aslo o'zingiz olishga harakat qilmang. Chunki o'zingiz olaman deb tashqi eshituvni jarohatlab yoki quloq pardasini teshib qo'yib, og'ir asoratlarga olib kelishingiz mumkin. Albatta, bunaqa paytda o'zingizga yaqin lor shifokoriga murojaat qilishingiz kerak. Lor shifokori ko'rib, sizni maxsus instrument yordamida qulog'ingizdagi tarakanni olib, sizni og'riqdan xalos qiladi. Albatta, bu videoni qulog'iga ko'p tarakan kirgan tanishingizga jo'natib qo'yinglar.